Ey Xudoyim, o'zing kuch-quvvat ber. Assalomu alaykum onajonim. Shunday jonimga tegdi mana shu xotining. Shu men aytgan qizga uylanganingda bir umr rozi bo'lardim sendan. To'g'ri aytasiz ona, men ham hayron qolaman borku. Bu keliningizga nima qilgansiz hayronman. Ha desa oyijon, ha desa oyijon. Kecha bir savol berdim. Bir tomonga o'zingni onangni, ikkinchi tomonga meni onamni qo'ysa, kimni tanlaysan desam, hech ikkilanmasdan sizni desa bo'ladimi? Siz nima yaxshilik qilgansiz bu keliningizga? Nima mehribonchilik qilib qo'ygansiz? Hayronman onajon. Onajon, qarang sizga nima olib keldim. Erdem klinikasidan 10 kunlik putyovka statsionar davolanishga, tuzg'orlarda, asalli bochkalarda, jakuzilarda mazza qilib lecheni olib kelasiz onajon. Oling. Voy rahmat bolam. Shuni kelinimga bera qolgan, xizmatimni qilib rosa charchagan. Maza qilib dam olib kelsin. Yo, onajon bu oppa o'zingizga. Faqat siz borib maza qilib dam olib kelasiz. Tushundingizmi? O'zimni onam maza qilib dam olasiz. Qachongacha onangizga chidayman? Ajala chiqib ketaylik. Mashatimga keldi уже. Xuddi shu masala bo'yicha u sen bilan gaplashmoqchi edim. Hozir onamning oldlaridan chiqyapman. Onamga bitta savol berdim. Onajon, bir tomonga qizingizni, ikkinchi tomonga keliningizni qo'ysam, kimni tanlardingiz desam, bilasanmi nima dedilar? Hech ikkilanmasdan kelinimni dedilar. Bilmayman, nima yaxshilik qilgansa onamga bunchalik seni tanladilar. Bilmayman, nimang yoqadi onamga? Hayron qoldim borku. Xotin bilasanmi, men senga Erdem klinikasidan 10 kunlik statsionarga putyovka olib keldim. Mazza qilib davolanib kelasan, tushundingmi? Qarang, shu putyovkani oyijonga beraylik. Maza qilib borib o'zlari dam olib kelsinlar. Bo'pti, unda shunday qilamiz. Ey Allohim, o'zingga ming qatla shukr. Erkak kishi tarozi, erkak kishiga ham oson emas. Ikkita pallani bir xil ushlash kerak. Uni ustiga putyovka ham o'zi bitta edi. O'zingga shukr. Reklamani ham zo'r qilib ketdimi?